Barchaga salom demak do'stlar, ushbu videoyimizda Binance akkauntimizga pul kiritish to'g'risida gaplashib o'tamiz. Oldingi videoda pul kiritish to'g'risidagi ma'lumotlarni bergan bo'lsam ham, ko'pchilik pul kiritishda tushunmovchiliklarga, ya'niki muammolarga duch kelmoqda ekan. Shu sababli hozir sizlarga eng sodda usulda qanday qilib pul kiritishimiz mumkinligini ko'rsatib o'taman. Buning uchun Binance platformasini ishga tushiramiz, ya'niki ushbu asosiy oynaga kirib olamiz. Shundan so'ng pastda aktiv degan bizni o'zimizni hamyonimiz bor. Eng oxirgi bo'limdagi hamyonimizni ustiga bosamiz. Hozir menda rus tilida bo'lib turibdi. Agar sizlarda o'zbek tilida bo'ladigan bo'lsa ham xuddi mana shu holatda ko'rinadi va ushbu joyda sizlarda ham aynan mana bu joy bor, ya'niki UZS Fiat LV yozib qo'yilgan. Narxi mana hozir bizda 4875 UZS bor. Bu bizni Binance'dagi so'm balansimiz. Hozir menda 4875 so'm balansim mavjud. Biz mana shu joyda покупка продажа degan tugmasini bosamiz. Shundan so'ng bizga mana shu oyna ochiladi va biz o'zimizni so'mimizni USDT ga o'tkazib olishimiz mumkin. Xo'p, buning uchun biz kamida 200 ming so'm pulimiz bo'lishi kerak ekan bizni balansimizda va hozir mana bu joyga 200 ming yozadigan bo'lsak, ayni mana shu yozadigan joyga 200 ming yozamiz. Xo'p, 200 ming yozadigan bo'lsak, bizda aytmoqdaki, bizda balansimizda 4875 so'm bor. Mana yuqorida bizni balansimiz keltirilgan. Bu bizni Humo kartamizdagi pulimiz emas, Binance'dagi so'm balansimiz. Ana endi biz Binance'dagi ushbu so'm balansimizni 200 mingga ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni 200 ming bo'ladigan bo'lsa, biz uni 16 dollarga, ya'ni USDT ga o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun esa biz yuqoridagi plus tugmasini bosamiz. Mana bu joyda plus tugmasi bor. Biz aynan mana shu tugmani bosadigan bo'lsak, balansimizni Humo kartamizdan pul tushiradigan joyga o'tadi. Demak, pluschani bosamiz. Pluschani bosganimizdan so'ng aynan mana shu oyna ochiladi. Demak, ko'rib turganinglardek o'zimizni bank karta Humo deb yozib qo'yilgan, tanlangan. Siz bu joyda hech narsani o'zgartirmaysiz, shunchaki pastdagi продолжить degan tugmani bosasiz. Bu faqatgina Humo kartadan ishlaydi. Boshqa Uzcard karta yoki bo'lmasam qo'shni davlatlarimizni boshqacha kartalari, misol uchun Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistonda boshqacha karta bo'ladigan bo'lsa, ulardan hisoblanmaydi. Ularni o'zlarining kartasiga ehtimol qandaydir usullari bo'lishi mumkin, lekin bu hozir faqatgina O'zbekistondagi Humo kartasi uchun ishlaydigan usul. Xo'p, shundan so'ng mana shu oyna ochildi va biz 200 ming yozishimiz kerak. Mana bu yuqorida hozir 5 ming yozib qo'yilgan. Buni o'chiramiz. Mana pastda o'chiradigan belgi bor. Demak, klaviaturadan o'chirishni bosamiz. Va endi klaviaturadan 200 ming so'mni yozamiz. Xo'p, mana 200 ming so'm yozildi va biz e'tibor bersanglar, mana o'zimizni ulangan kartamiz. Agar sizda bank kartangiz ulanmagan bo'lsa, mana shu joyda добавить karta degan joy chiqadi. O'zingizni karta nomeringizni yozasiz, nomini yozib qo'yasiz, bo'ldi. Shu bilan sizni kartangiz ulanadi, faqat Humo kartani. Undan so'ng bizdan komissiya 5 ming so'm olar ekan, 195 ming balansimizga tushadi. Shuning uchun siz 200 ming hisobga tushishini hisobini oling. Ya'niki sizda 195 ming bo'lsa ham siz uni USDT ga o'tkaza olmaysiz. Shuning uchun siz 200 ming emas, balki 210 ming yoki 205 ming hisobingizga tushirganingiz ma'qul. Shunda komissiyasini ayirib tashlaganda hisobingizga 200 ming to'g'ri bo'lib tushadi. Mana 205 ming yozadigan bo'lsak, bizning balansimizga salkam 200 mingga yaqin summa tushmoqda. Demak, shuni endi 206 ming so'm qilib yozadigan bo'lsak, xo'p, 206 ming deb yozamiz. Sizlarga aniq bo'lishi uchun, ya'niki 200 mingga yetmasdan qolib, u yoqda yana USDT ga o'tkaza olmay qolsangiz, yana pul kiritishingizga to'g'ri keladi. Minimum esa 5 ming kiritish mumkin ekan bu joyda. Xo'p, 206 ming yozadigan bo'lsak, mana biz 200 ming 850 so'm bizni hisobimizga kelib tushar ekan. Komissiyasi 5150 so'm bo'lar ekan. Оплатить degan tugmani bosamiz. Va bizni telefonimizga SMS xabar keladi, ya'ni 266 ming so'mni yechib olish uchun. Xo'p, bizga mana SMS xabar keldi. Xo'p, SMSni ko'ramiz.
Demak, bizga mana ko'rib turganinglardek requested amount 206 ming so'm, security code 77650. Xo'p, mana bu joyga yozamiz. Yozadigan joy bor. 70 necha edi? 76 xullas 50 bu 0 degan xullas o'sha sizga kelgan kodni yozasiz va uploaded degan tugmani bosadigan bo'lsangiz sizni Humo kartangizdan 206 ming so'm yechiladi va Binance'ingizda aynan so'm balansingizga kelib tushadi. Shundan so'ng bu jarayon tugaydi. Men hozir pul tushirib ko'rsatmayman, shunchaki atmana qilib yuboraman. Sizlarda esa shu jarayonni bosadigan bo'lsangiz, pul hisobingizga kelib tushadi. Shundan so'ng ortga qaytamiz. Yana ortga qaytamiz va mana shu joyga yetib kelamiz. Boyagi 200 mingni USDT ga o'tkazadigan joyimiz. Agar tushunmasangiz yana boshiga chiqib ketasiz, eng asosiy joyga chiqib olasiz va yana qaytadan o'sha Active degan bo'limga bosib, yana mana shu joydagi покупка продажа so'm degan joyni bosamiz. Endi shu joyda sizda 206 mingga hisobingizni to'ldirganingizda mana bu joyda sizda 206 ming ko'rinib turgan bo'ladi. Hozir biz hisobimizni to'ldirmadik, shuning uchun 4875 so'm o'zgarishsiz turibdi. Va siz mana bu joyga maksimal degan tugmani bosadigan bo'lsangiz, sizda 206 mingdan ko'p pul bo'ladigan bo'lsa, hamma 206 ming pulingiz yoziladi ushbu joyga. Hozir menda maksimal 4875 bo'lganligi uchun 4875 yozildi. Xo'p, 200 ming yozganingizdan so'ng pastda boya aytib o'tganimizdek, xo'p, qo'lda yozamiz, 206 ming yozamiz. Sizga 206 ming tushmaydi, 200 ming bo'lib tushadi. Xo'p, shunda siz 17 dollarga, ya'niki USDT ga aylantirib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, shunchaki summani yozasiz va pastda sizga balansingizda yetarli pul bo'lgandan so'ng предпросмотр order degan yozuv chiqadi. Ushbu orderni bosadigan bo'lsangiz, sizni so'm pulingiz USDT ga o'tadi. Shundan so'ng bemalol siz USDT ni boshqa kriptovalyutalar sotib olish uchun yoki birjada ishlash uchun ishlatishingiz mumkin bo'ladi. O'ylashimcha 100% tushuntirib bera oldim. Bu hammada ishlaydi. Xuddi shu tartibda ishlaydigan bo'lsangiz, bemalol pul kiritishingiz mumkin bo'ladi.